Yerda mana boshlab o'raveraylik endi. Langarga kelganmiz. 8,5 sotik 5 xona uy bor. Kirishda 2 xona, bag'i 3 xona, 5 xona, bitta oshxona bor. 4 ga 12 fadvali bor, tepasi ayvon. Orqada tovuqxona, molxona, qo'yxona bor. 8,5 sotik 4 burchak, огородga juda ham katta joylari bor. Gaz yo'q, suv, svet bor. Kanalizatsiya ham yo'q. Telefon ham baraka qoramiz 72 ming pastki raqamlarga. Marg'ilonni qatida langar bor, bilasizlar, langar metandan shuni yurganlaringda jicha 10 qo'lda ko'chalar ichida. Mahallamiz fonli asfalt bo'lgan, uyni oldi ham keng, baland, uylarning o'zi holati ko'rinib turibdi, baland qurilgan uylar. Fonli maytda tunikafon qilib yuborilgan shapkalarni, darvozaxonalarni. Xudo xolasa uyimiz chiroyli, haqiqatda realniy yashasa bo'ladigan uy. Yashab tursangiz, keyin pul bo'lganda ba'ni fasatdan o'nab, eshik-romlarni o'navasiz bo'ladi. Telefon sizlarga baraka qoramiz. 8,5 sotik mana shunaqa katta uy so'raganlar. Ko'pchilik katta uy so'raydi, sababi kattaroq bo'lsa, mol qo'y boqaman, orqada joy bo'lsa deydiganlar. Teng bo'lib joyi bilan sizlarga qo'yapmiz. Bemalol xotirjam telefon qilaveringlar, sizlarga baraka qoramiz. Narxi 72 ming. Kelishilgan holatda tushib beriladi. Like, podpiska esdan chiqmasin, mehnat qilyapmiz. Sog' bo'linglar.